Hozir. Voy, assalomu alaykum ammajon. Ot qo'lingni. Menga qara. Men senga nima deganim o'tgan safar? Ha? Mani jiyarimga qiz tug'adigan xotin kerak emas. O'g'il tug'adigandan topib beraman, tushundingmi? Ammajon. Bor, qizingga qara, yig'layapti. Keyingi safar kelganimda qorong'ini ko'rmay, tushundingmi? Ha, yana nima qovog'ingdan qor yog'yapti? Ammajon kelib uydan haydadilar. Seni bu uyda qoringni ham ko'rmay, eringni qo'yni yo'san deb aytdilar. To'g'ri aytdilar. Senda ko'nglim yo'q. Qiz tug'adigan xotin menga kerak emas. Kecha Hasan og'aynim o'g'illi bo'lib osh berdi. O'g'liga sunnat to'yi qildi, uyalib borolmadim. Voy kelin, bolam tinchlikmi? Tinchlik emas. Yo'q, yashamayman boshqa. Voy, to'xta, nima qilyapsan? Hoching aralashmay, hammasini siz qildingiz o'zi. Nima uchun? Nima yoqqa? Nima yoqqa? Parvardigar ne'mati xizmati beminnati har go'shang sarishtadir qiz farzand farishtadir. Begzod aka, Ha? qizingiz har kuni adam deydi. Balki o'ylab ko'rarsiz. Men hammasini o'ylab bo'lganman. Qizga keladigan bo'lsa, yetib qo'ygan. Sen tug'ilganingcha ading meni tashab ketdi deb. Iloyim, o'sha qizimni uvoli tutsin seni. Agzamovaga kim edi? Biza. O'g'il tug'ildi. Yo'q-a? Zo'r bo'pti. Faqat nogiron tug'ildi. Nima? Sen shundoq kelinimi bilmading. Qizingni tirik yetim qilding. Shuni uvol urayotgandir seni balkim bolam. Suydi yurak, kuydi dil, ko'zim yoshlab qolaman. Jonim buyun alamdan otash bo'lib yonaman. Suydi yurak, kuydi dil, ko'zim yoshlab qolaman. Jonim bugün alamdan otash bo'lib yonaman.